Güssarire Beçareni horlasang bulmaz G'amgin yuraklar güssarire Beçareni horlasang bulmaz Seni bugün ko'rishim kerak Seni bugün ko'rmasam bo'lmas Seni bugün görüşüm kerak Seni bugün görmesem olmaz Yelkemge yük taşladı osman Bu azaplar koyayım ama Yelkemge yük taşladı osman Bu azaplar koyayım ama Şunu seni sağırdım yaman Seni bugün görmesem olmaz Şunu seni sağırdım yaman Seni bugün görmesem olmaz Seni bugün görmesem olmaz Salomat bo'linglar, e'tibor uchun tashakkur. Borlaringizga shukr. Endi Kyotoda seni bugun ko'rmasam bo'lmasdi. Haligi Imron ijrosidagi iltimos qilgan ekan, to'g'risi bunda ham seni bugun ko'rmasam bo'lmas degan joyi bor. Endi agar Xudo xolasa Sherzod akam ijro qilib beradilar, Kyotoda baxtli, saodatli bo'ling. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Asalxon Jo'rayev edi, qarsakiylar, azizlar, agar qo'shiqlari chiroyli, manzur kelgan bo'lsa, qalbingizga yoqqan bo'lsa, albatta biz bundan mamnunmiz. Davom etamiz. Asalxon ijodingizga omad tilaymiz. Mana shunaqa xalqimizning duosini olib yurishingizni tilakdoshimiz. Kyodora yana bir karra baxt saodat yor bo'lsin. Davom etamiz. Ana endi esa davramizga Kyodoramiz qadrdonlaridan Alisherjon va Safar Murodjonlarni lutfan taklif eder ekanmiz. Chiroyli so'z navbati ularga yetib keldi. Ketib qolishgan yo'qmi? Safar Murod hamda Alisherjon. Marhamat.